Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos yurish qismimizning 37-qismi xo'sh kelibsiz. Biz bu qismda Pythonningki OOP hukmlaridan davomini so'zlaymiz. Oldingi qism darsimizda biz encapsulation to'g'ri so'zlagan. Va encap bir variable'ni, ya'ni instance variable'ni biz kapsullashtirgandik. Ya'ni private qilgan. Private degan gap maxfiylashtirgan demakchi. Bu İngilizce hükümler pek mühim. Biz variable'ni kapsullaştırıptık. Unda olsa metod neço yoki funksiya neço, function neço. Onu qanda kapsullaştırmamız degende masalan yani aldığın saat dersinin davamı yani. Ben yaxşı gördüğüm bir maşina deb bir method quray. Favorite car yoki favcar. Mesela bununla my favcar is make diyen marka o. Muşo deb qaytırgan bo'lib, endi buni chaqirsamchi? Mani kommentlasam. Favcar bo'lsin. Buni chaqirsam, qana my favcar is Toyota dedi. Chunki my favcar is Toyota. Biz shunday qurib olgandik, shunaqa. Hem bunu hemen kapsulaştırış için xuddi şu variable'ni o'zgartirgan, o'zgartirish miqdorini kapsullashtirgan o'xshash. Metodni qanday qilamiz? Ast chiziqda 2ni underscore, double underscore. 2ni qo'ysak, bu maxfiylashadi. Bu vaqtda biz yurgizsak qanday tonimaydi. Deb qoldi attribute error car object has no attribute. Ya'ni şu car degan obyektning qanda favcar degan metod yo'q dedi. Chunki biz buni private qilib etdik. Maxfiylashtirib etdik yoki shaxsiylashtirib etdik deymiz endi private degan. Buning qanday kiramiz degan chaqda, buni xuddi shu getter class orqali kiramiz, ya'ni o'qiymiz. Masalan, o'xshashana qanday favcar self bu vaqtda diqqat qildingizlar, bu method. Mayada bu variable deyim, method o'g'achqa mush methodni o'xshash yozamiz. Endi ben mishadni chaqirsamlam, manda kiramagan tiqib shunaqa. Mani o'rniga qanday mani getter orqali kiramiz demakchi. Buni yurgizsam bound method car of object at dedi. Bir yerdan xatolik qildik. Miyaga men method chaqirgandan keyin cho'qim method o'ch chaqiramiz, ha. Buni yurgizsak mana. My favcar is Toyota. Ma method private qilib etsakmi? Ma getter orqali ham chaqirib bo'ldi. Qanday qilamiz? Yana shu private method, methodni ichidan self orqali chaqirgandek demakchi. Buni metodni private qilish demakchi. Hamda encapsulation to'g'risida asosan so'zlaydigan mazmunlar tugadi. Hamdiki yangi nuqta, yangi bir class qursanglar bo'ldi. Men buni miyagishlik o'chirib etsam, yangidan bir class qura olasizlar. Men bu yerdan o'chirib biz
encapsulation'ı sözlegendim. Hem de ikincisi yani yeni fukum inheritance deydi bunu. Inheritance degan bizning tilimizda qanday miras degan gap. Ya'ni intayin oddiy fuqum bu. Dadasidan balasiga miras qilish. Dadasidan balasiga miras qilish. Odatda qanday miras qildi bir dadasi yoki ota-onasi demoqchi. Buningga bir klass quramiz. Masalan, qanday miras qildi desanglar. Class A deylik. Masalan, buningga method 1 deb qo'yay. Bu nima? Buning o'zi method 1. Yani method'ın işkini yazaylı. Hem de B class var. Yani bir class qo'ysak, siz ayrım bir class qo'ysangiz bo'ldi yoki classning ichida sub class shaklida yana bir yozsangiz bo'ldi. B class var deylik. Yangidan bir class qo'ysangiz bo'ldi, o'xshash. Buning qanday? Mana 3. method deylik. Yani class A method 1 dey. Mana class A method 2. Mana qanday 1 dey bo'ldi. Ayrish oson bo'ldi. Mavju? Ma class B mav. Class B method 1. Class B method 2. İşkilisi qanday? Method. Ma class'dan qanday? Hech qanday munosabat yo'q. Ikki ayrım class. Endi men qanday qilaman deganda, ma B class A classning ichidagi mazmunlarni metod yoki variable o'z ichiga olmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Masalan, taki variable ma method qo'y va method qilmay, masalan name deplam class A variable deb qo'yaman. Ma bir variable method emas. Men B class qanday? Men A classning hamma attribute xosligini, ichidagi narsani men miras olaman. Ya'ni men balasi desak qanday qilamiz? Miyaga tirnoq ichib A ni yozib qo'ysak, mana buni inheritance deymiz. Miras. Bu nima degan gap desanglar, miyada B mushni ko'rsanglar, Pythonda B qanday? Child class deydi. Bala class. Bala degan gap. Yoki subclass mi deydi? Tuban turgan class demoqchi. Bu yerdagi qanday? Class B child class yoki subclass bo'ldi. Endi class A ning bo'ldi. Buni parent class deymiz. Ota-ona class demoqchi. Yoki bo'lmasa superclass. Child class deganda parent class deymiz, subclass deganda superclass. Yani almashtirib ishlasak bo'ldi. Ba'zan ishlar almashtirib ishlatadi. A qanday? Ota-ona, ya'ni dadasi yoki onasi desam bo'laveradi. Masalan, buni men chaqirsam qanday chaqirman? Bu yerda B'ni chaqiryapman, ha? B'ni chaqiribmi yana? Men ma'no ismini yaxshi o'zgartay. Method 3 ma 4 olsun. Farqli qilib.
Print olğan kim bevosita yazsam bo'lardi. Chunki men print yozig'liq. Men hozir method 1 ga kira olamdimi? Bu method 1 nimaga tava? Class A ga. Men class B dan turib yozyapman mana, ijro qilmoqchi. Unda bo'lsa class A method. B ning ichidan turib, B classning ichidan qanda A ning methodlarini o'zimga ilib oldim. B'da amliyat qancha method var? 2 method var. Hozir A classnikini mumras qilib inherit bo'lib qanda 4 method bo'lib oldi hozir mana. Hamda men yana bir class quray. Class C dey. Bu C qanda intayın o'rinda methoddan birini ham quray. Sen 5-chi method dey. Endi men C qanday qilmoqchi? A B ning ikkilisini olmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Hozir B ni ham olib qo'ysam, B ni ham inherit qilib qo'ysam, amaliyotda C ning o'zi nima tan bo'ldi? Ama ichiga zitman, mana B klassda. B A ga olgan ekan, C hamda A ning nevrisi oldu. Ya'ni demakchi o'g'lim, C ham B ni olaydi, B klassining ichidagi mazmunni olaydi, miros qila oladi ham A. Chunki B A ning bolasi, C B ning bolasi. Shunga C mo A ning hamda nevrisi deb mana zag'irtil deyapman. Shunga masalan bu yerda C method 1 mesela ashlam dey bo'ldi. Method 1 ola olamda C method 1 A class A deva. Mana ola oldi. Anga qarqisqanda o'ziga oldi demekçi. Hamda man ilib etsamchi, B ni ilib etsam o'ziga ola olamda. C A ni o'ziga ola olamda. A ning method 1 ni. Olamadi. Chunki B bilan A ning hech qanday munosabati qolmadi. Buning uchun qanday qilish kerak? Pesh qo'yib, menga A saqlam bo'ldi. Mani Java'da qilolmaydi-da. Da qo'sh atanliq classning, ya'ni qo'sh inheritance deydi, qo'sh miros. Java'da qilolmaydi, ammo Pythonda qilib bo'ldi. Buni yurgizsam B object has no attribute method 1. Ma'lum ne demekçi? Men mashqisini o'chirdim bo'lmaydi, chunki A bilan munosabati qo'ygancha. Xatolik yuz berganda sababini topa olsam bo'lmaydi. Mana. Class A method 1 chiqdi. C ningki. Mesela mashqisini o'chirib deb A dan bir method, B dan bir method olsamchi. Method 3 deb B shunaqa. Endi C ning o'zining methodi 5, method 5 shunaqa. Men buni yurgizsam mana A B C hammasini o'zini oladi degan gap. Mana buning o'zi qanday? Inheritance. Beyin darsim shakcha qayt ko'rib, mashq qilib ishlanglar. Kelarki navbatda abstraction to'g'risida o'qiymiz.